Bu kurs asosan nimalardan iborat deganlarga, bu kurs SMM, target, kuratorlik, admin, logistika, sotuvni 2-3 darajaga oshirish, blog yuritish, mobilografiya, Instagram va Telegram orqali daromad qilish hammasi noldan to daromadga chiqquningizgacha o'rgatiladi. Bir marta to'lov qilasiz, boshqa hech qanaqa to'lov talab qilmaydi sizlardan. Darslar ertalabki soat 9 dan kechki soat 9 gacha bo'ladi. Mana shu vaqt oraliqda bemalol kirib, savolingizga javob olish imkoniyati bor. Darslar ham yopiq kanalda, ham lichkada, alohida lichkada o'rgatiladi. Dars davomiyligi daromadga chiqquningizgacha va daromadga chiqishingizlar uzoq bir hafta 10 kunni tashkil qiladi. Agar bir hafta 10 kunning ichida harakat qilsangiz 100% garantiya bilan natijaga chiqasiz. Bunday o'zingizning harakatingizga bog'liq necha kunda daromadga chiqish xohlasangiz 2 soat ham yetadi. Oson non hech qayerda yo'q. Shuni hech qachon esingizdan chiqarmaysiz. Internet orqali bemalol uyda o'tirgan holatda daromad topasiz, faqat va faqat harakat qilib. Chunki men ham xuddi shu natijaga harakat qilib erishganman. Ko'plar men erishgan natijaga erishgisi keladi, lekin men yurgan qiyinchilikdan yurgisi kelmaydi. Yo'q, har bitta narsaga qiyinchilik bilan erishasiz. Masalan, meni kursimga ishonib to'lov qilyapsizmi? Men sizga 100% o'rgataman. Faqat va faqat harakat qilsangiz bo'ldi. Bugun 10 emas 11 o'quvchi olinadi. Siz ham 11 o'quvchini orasiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz va kursga to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi aprosnikka kurs so'zini yozib qoldiring. Joylar soni chegaralangan. Shoshiling.